Dasturimiz davomida esa ajoyib duet tarona. Kutilmagan duet tarona desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xorazmda xiva bor, xiva bor, xiva bor. Ichan qalas rangdor, ichan qalas rangdor. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov ta'kidlashicha, 45 yillik ijodiy faoliyatlarida bu ilk duetlar ekan. Xorazmda xiva bor ashulasining yaratilish jarayoni bu 1985-yilda shoir Zarifiy kalamiga mansub bo'lgan. Sho'x qo'shiq qilib, o'zimni sho'x qo'shiqlarim qatorida buni kuylab yurdim ko'p yillar. Mana katta nevaram Ali Otajonov bugungi kunda meni hamma taniyapti. O'sha 1,5 yosh paytida buni qobiliyatini bilib oldimda, eshitgan narsasini o'tirgan joyda aytib o'tirganini sezib qolib, shuni bilan men aytib bunga bu qaytarib turgan. Aman deyimmi? Yaxshi, aytdi. Amanay, amanay. Samonay, samonay. Shurashua. Bahanay, bahanay. Mana yillar o'tdi, men ko'p yillar bu qo'shiqni aytib yurdim. Lekin Alisher kelib bir fikr berdiki, "Bova, men shu birinchi marta eshitgan ashulam shu bo'lgani uchun siz bilan bir aytishu yo'lida esdalikka aytib qo'yaylik. Bu shu orzuyim siz bilan bir suratga tushib qolish." Aman 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 ey, aman 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 ey, qanday baxtli zamon ey, qanday baxtli zamon. Ushbu qo'shiq bolaligimda kuylagan birinchi qo'shig'im bo'lgani uchun qanaqadir mehr bilan yaxshi ko'raman bu narsa, bu qo'shiqni. Ushbu qo'shiqni bobom kabi kuylay olmagan bo'lsam ham harakat qildim. Mani birinchi ilk xorazmcha qo'shig'im bu, ilk duetimiz. Albatta qo'shiq qanday chiqqanini muxlislarimiz o'zligi baholashadi. Endi klip haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Bu klipimiz Xiva shahrida 2 kun mobaynida tasvirga olindi. Bu klipimizni g'oyasini albatta o'sha xorazmlik klip mekerimiz Davron Saburov bilan maslahatlashib birga ishladik. Birinchi ishimiz. Menimcha muxlislarimizga yoqadi degan umiddaman. Kamina ustaman. Manaman degan hofizlar men yasagan chalg'u asboblarida el hurmatini qozonishgan. Yaqinda do'stim Ortiq Otajonov nevarasini menga shogirdlikka topshirdi. Shogirdim yaxshi o'rganayotgan edi. Lekin bir kuni qo'shnimizni qizini ko'rdi-yu, birdaniga yo'qolib qoldi. To'g'risini aytsam, men shogirdimni qayerga ketganini anglaganday bo'ldim. U qo'yib qo'yganday bobosini o'zginasi. Ortiq ham yoshligida Xivani, undagi go'zal qizlarni ta'riflab ko'p qo'shiqlar kuylagan. Xorazmda xiva bor, xiva bor, xiva bor. Ichan qalas rangdor, ichan qalas rangdor. Xorazmda xiva bor, Xorazmda xiva bor. Ichan qalas rangdor, ichan qalas rangdor. Shu qadim xivadan topib olding bir dildor, topib olding bir dildor. Eshigindan uchotding, uchotdim, uchotdim. Erta peshin kech o'tding, erta peshin kech o'tdim. Ishqqa tushib yuragiga bulbulday xonishitding, bulbulday xonishitding. Aman 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 ey, aman 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 ey, qanday baxtli zamon ey, qanday baxtli zamon ey. Aman 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 ey, aman 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 ey, qanday baxtli zamon ey, qanday baxtli zamon ey. Uchrashuv gelmasdan topma yana bahona ey. Xiva yo'li gul bo'lar, gul bo'lar, gul bo'lar. Sevgan shaydo dil bo'lar, sevgan shaydo dil bo'lar. Xiva yo'li gul bo'lar, gul bo'lar, gul bo'lar. Sevgan shaydo dil bo'lar, sevgan shaydo dil bo'lar. Ishqing bilan
uchrashuv chiqmasdan topma yana bahona. Pahlovan meşhur, yeryüzüde yakkadır. Şair zarifi diyar, yaşlar baxtlı turmuş kur. Aman 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 ey, qanday baxtlı zaman ey. Aman 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 ey, qanday baxtlı zaman ey. Uchrashuva geç kalıp tapma yana bahane. Aman 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 ey, Ey qanday baxtlı zaman ey. aman 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 ey. Ey qanday baxtlı zaman ey. Uchrashuva geç kalıp tapma yana bahane. Uchrashuva geç kalıp tapma yana bahane. Hozirgi kunda Ali Otajonov o'zining ilk audio to'plamini taqdim etish niyatida ekan. Shu bilan birga Kezaman taronasiga video ketma-ketlik ham oldirgan va uning ham premyerasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xullas, yangiliklar bisyor.